Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda Word dasturini aktivatsiya qilishni ko'rsatib o'taman. Demak, buning uchun pusk va R tugmasini bosamiz. Mana bu oynaga PowerShell deb yozamiz. Mana yozilgan o'zi. Mana shu yozuvimizni yozgandan keyin okni bosamiz va qora oyna chiqadi bizga. Mana shunday qora oyna chiqadi. Mana ko'rinyaptimi azizlar? Va bu yeriga silka tashlaymiz. O'tgan darsimizda Windowsni aktivatsiya qilishni ko'rsatib o'tgandim. Bu ham xuddi o'shanga o'xshab ketadi. Mana shu silkani kopirovat qilib olgandik. O'tgan darsimizda Windowsni aktivatsiya qilish paytida. Endi Word dasturini ham aktivatsiya qilishda shu silkadan foydalanamiz. Buni kopirovat qilib olgandan keyin o'sha qora oynaga tashlaymiz. Mana bu joyga tashlaymiz. Mana azizlar, endi enterni bosamiz. Biroz kuting deyapti. Mana da bosamiz dani va bizga yana oyna ochib berdi. Mana bu joydan 2 ni bosamiz. Klaviaturada bosamiz, mishkada bosmaymiz. 2 deb bosgandan keyin yana oyna chiqadi. Ikkinchi oynada 1 ni bosamiz. Azizlar, biroz kutamiz. Mana yashil, mana shu joyi yashil bo'lganda bizning Word dasturimiz aktivatsiya bo'lganini bilsak bo'ladi. Aziz kompyuterga qiziquvchilar, videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarga uchrashguncha salomat bo'ling. Xayr.